Assalomu alaykum. Komiljon Ekspert kanalining ashaddiy muxlislari. Akalar, bugun 25-noyabr. Diqqat bilan e'tibor beringlar. 27-noyabr kuni 25-noyabr 27-noyabrgacha bo'lgan 2 kunlik aksiyamizga shoshilib qolamiz. Mana bunday taxtalarimizda brus bir qarichga, bruslarga ishlatsa bo'ladi. Bir qarichga lagalarga ishlatsa bo'ladi. Bunaqa ozgina garbirlari borligi uchun mana bunday taxtalarimiz har xil kubok olaman deganlarga $200 aksiyaga qo'yib yubordik. Kubasini $200. Shunda bittada yig'ishtirib ketaman degan akalarimizga taxtalarni qaranglar, atlas. Agar hech kim bermaydi bunday narxda, kimga kerak bo'lsa, akalar shoshilamiz, kubaga yig'ishtirib ketamiz. Magazinchi akalarimiz borib qo'yib qo'ysangiz, xohlasa buni ham o'z egalari chiqadi. Buni lagalarni qarang, kattaligini polni yig'ishtirib biz sabab bu yerda yig'ishtirmoqchimiz, yig'ishtiryapmiz. Shunga остатка tovarlarda skidka narxlarda foydalansa, xalqimiz foydalansin degan maqsadda aksiyalarni e'lon qilganmiz. Bu yerda reykalar bor. 22-23 kub taxta bor bu yerda. Shuni yig'ishtirib ketaman degan akalarga $200 dan berib yuboraman. Mana taxtalar turishi mana 4 metrli, 6 metrlisi ham bor. 4-6 metr. Shoshilamiz. Aksiya 2 kun. Laga, brus hammasidan bor. Shoshilib qolamiz $200 dan.